bu ham shunga yaqin. Mening bir do'stim bedavo kasalga chalingan. Unga hamma narsa Allohdan, Alloh shifo bersa sog'ayishi haqida ko'p aytdim, lekin uning umidi tobora yo'qolib boryapti. Unga, ya'ni do'stimga nima deb nasihat qilay? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh azza va jalla bandalarini imtihon qilish uchun kimgadir nima bilandir musibat berib imtihon qiladi. Demak, imtihon qilinishi ham uning darajotiga, uning holatiga, uning demak vaziyatiga, iymoniga bog'liq bo'ladi. Endi hozir savolda so'ralgan bir tanishimni og'ir kasalga, menimcha rak kasali bo'lishi mumkin yoki boshqa bir tuzalmas kasal bo'lishi mumkin. Nima bo'lganda ham bilib qo'yish kerakki, Alloh bandasiga bergan musibati, kasalligi bu qiyomat kuni agar o'sha musibatga sabr qilsa, musibatni Alloh taolodan deb bilsa, ana shu musibati, ana shu sabri qiyomatda juda ham katta darajatlarga erishishiga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. Jobir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hatta yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba. Law anna juludahum kanat quridat fil dunya bil maqarid." Buni Imom Termiziy rivoyat qilganlar. Ofiyat ahli, dunyoda bir musibat yetmagan, qiyinchilikka uchramagan, molida, farzandida, badanida hech narsasida qiyinchilik bo'lmasdan ofiyatda yashab o'tgan kishilar qiyomat kuni orzu qiladi. Ahli balolarni, ya'ni balo ahllariga, dunyoda musibatga uchragan, qiyinchiliklarga uchragan, kasallarga uchragan kishilarga berilgan savobning kattaligini ko'rib, ularning orzu qilib yuboradi. Ular orzu qiladi o'sha ofiyat ahli. Aytadiki, qani endi dunyoda bizning terlarimiz qaychilar bilan qaychilanganida edi deb orzu qilishadi. Chunki o'sha mashaqqatga uchragan, qiyinchilikka uchraganlarga berilgan ajr, mukofot qiyomatda juda ham katta bo'ladi. Buni bilib olish kerak. Siz u do'stingizga dunyoda yashashga umid bermasdan, balki oxiratda bu musibati uchun beriladigan savobning ulug'ligini, buyukligini, Allohning huzurida ofiyat ahlidan ko'ra balo ahliga beriladigan darajatlar, jannatdagi o'rinlar juda ham maqomlar katta ekanligini ko'proq ta'kidlashingiz kerak bo'ladi. Endi shu o'rinda bir narsani bilib qo'yish kerak. Endi balo ahliga yaxshi narsa bo'lar ekan deb inson baloni orzu qilmaslik kerak. Ofatni, qiyinchilikni orzu qilmaslik kerak dunyoda. Balki Allohdan eng ko'p so'raydigan narsa ofiyat bo'lishi kerak. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom salullohal afiyata, Alloh taolodan ofiyat so'ranglar deb buyurganlar. Tinchlikni, xotirjamlikni badanda, farzandda, ahli ayolda, molda, dunyoda osoyishtalikni, xotirjamlikni so'rashni buyurganlar payg'ambar alayhisolatu vassalom. Shuning uchun demak bizning vazifamiz ofiyat so'rashlik bo'ladi. Balki balo so'rash emas, balki ofiyat so'rash bo'ladi. Alloh azza va jalla barcha bemorlarga, xususan hozir savolda so'ralgan do'stim, birodarimizning do'stlariga ham Alloh azza va jalla o'zi xazonai g'aybidan shifo ato qilsin.